Assalomu alaykum Golton yolg'on sog'lom salomatmisizlar. Bugun sizlar bilan YouTube'da görüştüğümüzden bakayatda xursandmiz. Gün batib qolyapti. Srochniy bo'lgani videoni yo'lda olyapmiz xudo xolasa. Bugun 10-may 075 Damas mashinamizda qilib o'tgan narsalarni ko'rsatib, summalar bilan aytamiz. Xo'p. Qilib o'tgan ishlarimiz linlom qilib berganmiz. Birinchidan aytib o'taman, spesiya qarab. Mashina için gösterasizmi? Damas mashinamizga qora linlomlarni qo'yib berganmiz. Bu qora bo'lmay, qop-qora bo'lmay, seri linlom bo'ladi. Bizlar linlomni samarez urumimiz, kereklab ishlab beramiz. Sploshnoy bo'lib turadi, sifati zo'r bo'ladi. Buning narxi 600 ming so'm bo'ladi. Undan keyin mashinamizga shumaizolyatsiya xizmatini qilib berganmiz. 2 million 700 ming so'm bo'ladi shumaizolyatsiya xizmatimiz. Eshiklari bo'ladi, bellari bo'ladi. Keyin pol qismi bo'ladi, torpeda qismi 4 sloydan bo'ladi. 2 million 700 ming so'mning ichine yog'lashdan qilib beramiz. Yog'lashdaganda mashinamizning oldingi farlari olinadi. Arka videolar o'tib ko'rsangiz, yog'lash to'liq tushuntirib qo'ydim. Oldingi farlari olinadi, oynalarning dovraklari olinadi, polностью mashinamiz yog'lanadi. Yog'lashning sababi zang emasligi uchun yog'lab beramiz uni. Xo'p, bu narsani ham to'liq tushuntiradigan bo'lsam, YouTube-ku qisqam men tushunaman. Misol uchun shumaizolyatsiya urgan vaqtimizda qo'limiz bilan yetmaydi. Qo'limiz bilan yetmaydi, shuning uchun yog'laymiz-da. Bunda biz ham muxlislar turibdi, kuzatib beringlar, biz ham muxlislarimiz bo'ladi. Xudo xolasa, o'zlari obuna bo'lib, biz ham postoyanli kuzatib boradigan bog'lar bo'ladi. Xo'p, undan tashqari chexolimizni qo'yib berganmiz. Chexolimizni ko'rishingiz mumkin. Tozacha dizayn, orqasi koja bo'ladi. Ikki yaqinroq shaqtni. Qo'yma. Orqasi koja bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Chexolimiz sifati zo'r bo'ladi. Keyin patologimizni qilib berganmiz. Patologimiz Shahryar ishlatimiz. Patologimiz sploshnoy bo'ladi. Sploshnoy o'tgan bo'ladi. Buni bahasi 300 ming so'm bo'ladi. Shu patologga qo'shilib 7 detal arxivga deb aytamiz. Sizdan chexolimizni qaranglar, orqasi ham koja bo'ladi. Tarangati ustanovka etamiz. Linlom ham e'tibor berishingiz mumkin. Bu taraf bilan o'ng taraf fondisi bor tut ochish kerak. 7 detal arxivkamiz, ana shunday 7 dona detali bo'ladi namozni. Tak, 6 dona, 7-si ina bu kapotdagi bo'ladi. 7 detal arxivkamizning bahasi 300 ming so'm bo'ladi. Eshik arxivkalarni aytdim bahasini 300 ming so'm deb. Keyin eshiklarni ligirovka qilib berganmiz. Eshiklarni ligirovka beklanishini ko'rishingiz mumkin. Mashinaning o'zi podyomda tursin ham cho'tki bo'ladi. Zazorlari zakonniy tushadi. 4 eshik kapotini ham qilib berganmiz. Uning bahasi 150 ming so'm bo'ladi. Tonirovkalarni qilib berganmiz. Tonirovkamiz 120 tonirovka bo'ldi. O'zi style variant edi. Uning ustidan 120 lik plankamizni urib berganmiz. Uning bahasi 350 ming so'm bo'ldi. Qaytib yo'lda video olmasak kerak menimcha. Uning bahasi 350 ming so'm bo'ldi. Tonirovkaga 350 ming so'm. Xo'p, yana ishi 2, mana bilan 2 eshik, 2 portishga kering ilovo. Ya'ni 5 ta oynasi kiradi 350 ming so'm ichine. Sonsiz zashta urib berganmiz. Oldingi 2 oyna, oldingi laboyna sonsiz zashta urib berganmiz. Bu narsamiz standartda, davlatning standartidan to'g'ri keladi. Gayla pretenziya bildirmaydi. Quyoshni ultrafitlarni oqqiladigan narsa bo'ladi. Ya'ni sizlar quyoshda mashinalarni elak kelsangiz, issiq kunda qo'llaringiz guydirmaydi. Sonsizlashda shu narsani eldan oladi. Buni bahasi 550 ming so'm bo'ldi. Bu damozimizdan общий hisoblanganda 5 million 800 ming so'm pul olindi. 5 million 300 ming so'm pul olindi. Qilib o'tgan ishlarimiz to'liq tushuntirdim degan niyatdaman. Xudo xolasa keyingi videolarda bundan ham zo'r kачествоda, bundan ham zo'r ko'chada emas, garajlarda olib syomka etib borishga harakat etamiz. Asa bugungi kunimiz shulardan iborat bo'ldi. Agarda sizlar ham ishni kompleks ishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Hammani Goltungda kutib qolamiz. YouTube'imizda yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi biz hozirgi kunda Instagramda emas, YouTube'da ko'proq faol qatnashdik. 10 ming ham oz qoldik. Mana 200 odamdan keyin 10 ming bo'lamiz xudo xolasa. 10 ming bo'lgandan keyin YouTube podpischilarimiz uchun zo'r skidkalarni qo'yishni planlashtiribmiz. Manzilni shu boda tushuntiraman. Manzilni ko'p odam so'raydi. Qo'shko'pir tarafdan kelaverishda, Shovotga qarab kelaverishingizda, Shovotning banda qurug'i bor. Shovotning qurug'ini yetmang, G'ofurg'ulomda ham choyxona bor. G'ofurg'ulomda ham choyxona bor. G'ofurg'ulom choyxonasida yana manual. Bu birinchi filialimiz bo'ladi. Birinchi filialimiz manual bo'ladi. Assalomu alaykum. Birinchi filialimiz manual bo'ladi. Ikkinchi filialimiz Shovot Urganch yo'lda bo'ladi. Bu tarafdan keladigan bo'lsangiz, Gullanni Urganchdan keladigan bo'lsangiz, yana Tumonlar quruqdan Qo'shko'pirga qarab bir 500 metr yuringizlar. Bundagi katta yonib turgan zdaniya, yana bu zdaniya elektroset deb aytiladi. Shovotga kelib elektroset neda desangiz, bemalol orientatsiya olishingiz mumkin. Qolaversa,
Mən sizə nömrə qaldıraman. Şu rəqamlara əlaqə çıxsazda Telegram arqalı bizə sizlərə lokasiya təşəbbüs verişimiz mümkün. Xidmətlər boyunca bemalol gələ verəsə, işə etkən işlərimizə 3 gün vaxt getdi, 3 günlük mehnətimiz getdi. Xo'p, sizlər ham shunday ish qildirajak bo'lsangiz, 3 kun planlashtirib, mashinalarni shakka etadigan etib planlashtirsangiz bo'ladi. Bo'lib turing, abrasalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlardan uzoqlashmanglar.